Assalomu alaykum. Mana bundan o'tgan zakazlarimiz Jackie to'g'richoq bilan Just Ator S olib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, yangi pachka. Hozir ikkalasini ham o'rnatib yig'ib beramiz klientimizga. Pizzani tak ikkita brend oldilar. Solishtirish uchun bittasi Just, bittasi Jackie. Ikkalasini ham solishtirib ishlatib ko'ramiz. Mana ikkita mashinkamizni yig'ib bo'ldik. Just Ator S bilan Jackie H9 modelini tak ikkalasini solishtiramiz. Bu ham polniy avtomat. Mashinkamiz yondi va Jackie H9 ham polniy avtomat. Buniki yondi, bu ham yondi. Ikkalasini farqiga keladigan bo'lsak, buni ichi 25 sm chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin, qo'lim bilan ko'rsataman. Buni ichi 35 sm. Mana yetmayapti, ko'rishingiz mumkin. Tak, bu ham sun'iy intellekt. Bunda ham anaqa dekorativniy choklari bor va bunda ham bor dekorativniy choklari. Ikkalasini ham sifati zo'r. Даже bunda закрытый поддон bo'lib chiqqan. Mana ko'rasiz. Закрытый поддон, buni yog'i o'zida turadi. Yangi plombar поддон. Buniki ochiq поддон bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, buni moyi o'zida turadi. Sifatiga keladigan bo'lsak, ikkalasini ham sifati zo'r, faqat narxida farqi bor. Jackie sal arzonroq yuradi, Jackga qaraganda, sababi brendning hisobiga shunaqa narx. Atak Jackini ham maslahat beramiz. Juda ham chiroyli va sifatli mashinka chiqqan. Sizga anaqa tak eslatma, mana ovozini ham eshitasizlar. Bu Jackining ovozi, prinsiz bor оборотda. Endi Just Ator S ovozi. Ikkalasi ham yog'i bor, yog' solingan. Ikkalasi ham yangi pachka ochib ishlatib berganmiz hozir. Agar kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Opamiz ishlatib ko'ryaptilar, test jarayonlarida. Endi hozir Jackie'ga o'tadilar. Hozir Jackie'ga Just Jackie. Sifat qalay ekan? Yaxshi. Yaxshimi ekan?